Toshkent davlat texnika universitetida yosh muhandislar va ixtirochilarni birlashtirgan yirik tanlov oliygoh kubogiga start berildi. Muhandislik oyligi doirasida o'tkazilayotgan mazkur musobaqa talabalarning innovatsion g'oyalari va zamonaviy texnologiyalar sohasidagi salohiyatini namoyon etishga xizmat qilmoqda. Sochiluvchan moddalarning namligini o'lchaydigan mazkur qurilma universitetning birinchi bosqich magistrantlari tomonidan yasalgan. Yangi qurilmaning respublikamizdagi ko'plab zavod va fabrikalarda hozirda mavjud bo'lganlaridan asosiy farqi vaqt sarfining qisqarganligida. Yasagan priborimizning asosiy vazifasi shundaki, sochiluvchan moddalarni, masalan, shixta, bug'doy, to'g'ridan-to'g'ri oqim orqali namligini o'lchaydi. Moddalarni namligini o'lchash vaqtida biz asosan juda ko'p vaqt yo'qotamiz, ya'ni uni olib laboratoriya jarayoniga olib borish kerak va quritish kerak. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri o'lchab beradi, ya'ni solinadi va to'g'ridan-to'g'ri o'lchab ketadi. Uzoq 10 sekund vaqt ketadi. 0% dan 40% gacha bo'lgan namlikdagi moddalarni o'lchab bera oladi. Intellektualligi shundaki, bu to'g'ridan-to'g'ri Wi-Fi orqali o'zimiz mobil qurilmamiz yoki kompyuterlarimiz orqali ham bemalol namligini ko'rib o'tira olamiz. Bug'doyni misol keltiradigan bo'lsak, tonnalab bug'doy masalan ekin olish jarayoni, ekadigan jarayonlarda ishlatsak bo'ladi. O'sha paytda bizga juda qo'l keladi. Hozir uje ishlash jarayonigacha tayyor bo'lgan. Yoshlarning startap loyihalarini ro'yobga chiqarish uchun muhim maydon bo'lib xizmat qilayotgan muhandislik oyligi doirasida o'tkazilayotgan oliygoh kubogi tanlovida universitetning bakalavr va magistratura bosqichi talabalari tomonidan shu kabi 150 ga yaqin ixtirolar namoyish etilmoqda. Bugungi kunda Toshkent davlat texnika universitetida 17 mingdan ortiq talaba tahsil olayotgan bo'lsa, o'sha talabalarni muhandislik sohasida qiziqtirish, ularning bu soha bo'yicha ko'nikmalarini yana ham oshirish va ularning g'oyalari va ratsionalizatorlik takliflarini prototip sifatida qo'llab-quvvatlash va uni kelajakda hududlardagi mavjud iqtisodiy ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilgan barcha o'sha ishlanmalarni ko'rgazmasi tashkil etilib, innovatsion g'oya va startap loyihalari bor talabalar uchun ularni qo'llab-quvvatlash eng muhim jihat. Shu nuqtai nazardan oliygoh hududida Startup Hub Center hamda coworking markazlari ochilib foydalanishga topshirildi. Mazkur tashabbus yoshlarning o'z g'oyalarini amaliyotga tatbiq etishi uchun muhim imkoniyat yaratadi. Bu ko'rgazmalar xonasida aynan tijoratlashtirishga tayyor bo'lgan mahsulotlarni namoyish etishmoqda. Undan tashqari har bir universitetda inkubatsion markazlar, akseleratorlik markazlari hamda eng asosiysi bu coworking markazlarini tashkil etish belgilangan. Bugun aynan shu kunga, ya'ni coworking markazini, inkubatsion markazining ochilish marosimini ham tashkil qilinmoqda. Bu o'ylaymanki, kelgusida yoshlarni o'sha muhandislik sohasida ko'proq g'oyalarni ilgari surishda va ushbu g'oyalar asosida o'zlarining g'oyalarini aniq bir ishlanma ko'rinishda tijoratlashtirishga asosiy xizmat qiladigan bu markazlar hisoblanadi va o'ylaymanki, bu kelgusida hozir 150 dan ortiq ishlanmalar bo'lsa, bunday ishlanmalar soni kengayib boraveradi va jahon bozoriga ham olib chiqsa bo'ladigan ishlanmalar paydo bo'ladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bugun yoshlarning ilm-fan, ayniqsa zamonaviy sohalarga bo'lgan qiziqishi tobora ortib bormoqda. Bu kabi tashabbuslar esa kelajakda yurtimiz sanoati va texnologik rivojiga mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. Bulijon Noraliyeva, Bobur Dadaboyev, Sherzodxo'ja Baxtiyorov, Poytaxt.